Agar siz mangu birga bo'lanmaydigan birini yaxshi ko'rib qolsangiz, uning bilan o'tgan vaqtni qadrlang. Har bir qitimliq uning bilan paranglashish, uningga qarab kulimsirash fursatini qadrlang. Chunki bular sizning xayoliy dunyoingizdagi aslima boyligingiz bo'lib qolgusi. Agar siz mangu birga bo'lanmaydigan birini yaxshi ko'rib qolsangiz, har vaqt o'zingizni xushal tuting. Her bir qitim uni ko'rganda yoki uning bilan paranglashganda uningga sizning xushalligingizni bildiring. Chunki o'zi sevgan kishining xushalligini ko'rish nihoyat baxtli bir tuyg'u. Agar siz mangu birga bo'lanmaydigan birini yaxshi ko'rib qolsangiz, o'zingizni texmi o'zgarting. Faqat o'zini sevishni bilganlar boshqalarning sevishiga erisha oladi. Her qanday odam o'zi sevgan kishining o'zining go'zal tarafini ko'ra olishini umid qiladi. Agar siz mangu birga bo'lanmaydigan birini yaxshi ko'rib qolsangiz, uning ichki dunyosiga quloq soling. Dardiga darmon bo'ling. Biroq pek ko'p narsalarni umid qilib ketmang. Chunki bu dunyo to'lim rahimsiz. Sizning bo'ladiğini cho'qim sizdan. Hech kim uni tortib olmaydi. Uning yuragiga erishganligingizning o'zi yetarlik. Agar siz mangu birga bo'lanmaydigan birini yaxshi ko'rib qolsangiz, pek ko'p talablarni qo'yib ketmang. Ko'p omillar sizlarning ayrilishingizga sabab bo'ladi. Vaqt, odam, bo'shliq. Agar siz uning bilan bo'lgan eng oxirgi aslimning ko'ngilsiz bo'lib qolmasligini umid qilsangiz, o'z ara bo'shliq beringlar. Uningga sizning uning yuki emas, balki baxt ekanligingizni his qildiring. Agar siz mangu birga bo'lanmaydigan birini yaxshi ko'rib qolsangiz, ayriladigan chaqda hargizmi yig'lamang. Agar u sizni yaxshi ko'rib qolsa, sizlar qarshi tarafning ismini vaqt bo'shliq oldiniga aylantirib qo'yinglar. Har vaqt bir-biringlarning chiroyini eslay olasizlar. Agar siz mangu birga bo'lanmaydigan birini yaxshi ko'rib qolsangiz, birga bo'lgan har daqiqani, har bir parcha ko'rinishlarni saqlab qo'ying. Chunki vaqt xuddi kalkunga o'xshashlar rahimsiz. Eng oxirgi berib, balkim ushoq parcha aslimlarga qilib qilishi mumkin. Birga bo'lgan shu manzillarni esingizda tuting. Balkim u atidagi eng go'zal aslimi bo'lib qilishi mumkin.